Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunlik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qaynamizda diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Xitoy O'rta Osiyo davlatlari bilan o'rtaq gavda qurishni xohlaydiganligini bildirdi. Xitoy O'rta Osiyodagi 5 davlat bilan diplomatik munosabat o'rnatganligining 30 yilligini tabriklash munosabati bilan silliq yig'in o'tkazdi. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, Xi Jinping 25 yanvar O'rta Osiyodagi Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Tojikistondan iborat 5 davlatning prezidentlari bilan silliq yig'in ochgan bo'lib, yig'inda Xi Jinping Xitoyning O'rta Osiyo davlatlari bilan birlikda qo'l tutishib, atalmish taqdir o'rtaq gavdasi qurib chiqishni xohlaydiganligini bildirgan. Xinhua agentligining bu vaqtda bergan xabarda aytilishicha, yig'inda so'z qilgan Xi Jinping xalqaro vaziyatda qanday o'zgarish bo'lishi, Xitoyning kelgusida qanchalik taraqqiy qilishidan qat'iy nazar, Xitoyning O'rta Osiyo davlatlarining ishonchlik yaxshi qo'shnisi, yaxshi hamrohi, yaxshi do'sti ekanligi haqida jar solgan. Bu qatimqi boshliqlar yig'ini Xitoyning bu yillik O'rta Osiyoga qaratgan tunji cho'ng diplomatik harakati hamda Xitoy bilan O'rta Osiyodagi 5 davlat o'rtasidagi tunji yuqori darajaliklar uchrashishi ekan. Xi Jinping yana O'rta Osiyo davlatlarini Xitoy virusiga qarshi vaksina, dori va boshqa tibbiy buyumlar bilan ta'minlaydiganligini, Xitoyning cho'ng bozorini O'rta Osiyo mahsulotlari uchun ochishga tayyor ekanligini bildirgan. Xitoy rejimi yaqinqi yillardan beri bir balvoq bir yo'l savdo planining muhim tugullari bo'lgan O'rta Osiyo davlatlari bilan savdo munosabatini davomli kuchaytirayotgan bo'lib, shuningga mos holda bu davlatlardagi yumshoq kuchini zo'raytmoqda. Mashinroy kelgusi planiga aloqador siyosiy qarorlarni ma'qulladi. Atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik siyosiy maslahat kengashining 12-navbatlik komiteti 5-yig'ini 22 yanvardan 25 yanvargacha Urumchida o'tkazilgan bo'lib, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik siyosatini davomlashtirish haqidagi bir qism siyosiy qarorlar ma'qullangan. Xitoy tashviqot organi Tangritog' to'rining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik partiya komitetining sekretari Mashinroy mazkur yig'inda siyosiy maslahat kengashining raisi Qo'rchoq amaldor Nurlan Ablimajinning siyosiy kengash doimiy komitetiga vakolatan bergan xizmat dokumentini tasdiqlagan. Mazkur siyosiy qarorda Xitoy rejimi yaqinqi yillarda ko'plab ta'kidlab tashviq qilib kelgan atalmish Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, islom dinini xitoylashtirish, madaniyat orqali oziqlantirish, muqimlikni ching tutish degan iboralar qayta ta'kidlangan bo'lib, Sharq Turkistonning kelgusi 5 yildagi siyosatida cho'ng o'zgarish bo'lmaydiganligidan bishorat berilgan. Xitoy 2017 yildan 2021 yilgacha bo'lgan 5 yil jarayonida Sharq Turkistonda ochiq-oshkora irqiy qirg'inchilik yurgizishga boshlagan bo'lib, o'tgan 5 yil ichida 8 milliondan ortiq Sharq Turkiston xalqini turma va jazo lagerlariga qamagandan sirt, xalqni xitoylashtirish, assimilyatsiya qilish, jumladan atalmish islom dinini xitoylashtirish siyosatini kuchab ijro qilgan. Buning natijasida 16 mingdan ortiq masjid chiqib etilgan yoki buzib etilgan. Necha minglagan ziyolilar, diniy zotlar o'ldirilgan yoki turmalarga tashlangan. Bundan ilgari bir qism mutaxassislar Xitoy rejimining Sharq Turkistonda ijro qilayotgan sistemalik irqiy qirg'inchilik yurgizish planidan oldirab voz kechmaydiganligini, Mashinroyni almashtirishdagi maqsadining osti xarakterlik irqiy qirg'inchilik bosqichiga o'tish ekanligini bildirgan edi. Xitoyning mazkur siyosiy qarorlari mutaxassislarning bu vaqtdagi farazlarini isbotlamoqda. Irqiy qirg'inchilik sodir qilayotgan Xitoyda olimpik o'tkazilish oldida turishi tanqid qilindi. Irqiy qirg'inchilik masalalari tadqiqotchisi qirg'inchilik ziyonkashligiga uchrag'uvchilarni xotirlash kunida qishliq olimpik tanarakat musobaqasi irqiy qirg'inchilik jinoyati sodir qilayotgan bir davlatda o'tkazilish oldida turibdi deb Xitoyning jinoyatini tanqid qildi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Washingtonga joylashgan David Wayman qirg'inchilik institutining qurg'uvchisi Rafael Medov Uyg'urlar haqida to'xtalib, reallik shuki, qishliq olimpik tanarakat musobaqasiga Xitoy kommunistlari sahibxonlik qilyapti. Xitoyda irqiy qirg'inchilik yuz berayotganligi bir reallik. Xalqaro olimpik komiteti va Beijing qishliq olimpikini qo'llovchi shirkatlar Xitoy kommunistlarining vahshiyligini qo'llovchilarga aylandi degan. 27 yanvar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan bekitilgan qirg'inchilik ziyonkashligiga uchrag'uvchilarni xotirlash kuni bo'lib, natsist Germaniyasi tomonidan qirg'in qilingan 6 million yahudi va boshqa millionlagan ziyonkashlikka uchrag'uvchilar xotirlanib kelgan.
Xabarda qayd qilinishicha, BDT'ning bosh kotibi Antonio Guterres 25 yanvar Nyu-Yorkda o'tkazilgan qirg'inchilik ziyonkashligiga uchrag'uvchilarni xotirlash marosimida so'z qilib, qirg'inchilik tarixi hargiz unutilmasligi, qayta takrorlanmasligi kerak degan. Rafael Medov marosimda so'z qilib, bugungi kunda irqiy qirg'inchilik dal Xitoyda yuz beryapti. Buning ziyonkashlikka uchrag'uvchilari Uyg'ur musulmonlari. Bu xalqaro jamiyat jiddiy diqqat qilishga va aralashishga tegishli ish. Chunki 27 yanvar dunyoning har qaysi joylaridagi davlatlar qirg'inchilikni xotirlab, kelgusidagi irqiy qirg'inchilikning oldini olishga tirishadi. Ammo bu yillik eng muhim xalqaro yig'ilishlarning birini o'tkazadigan davlatda irqiy qirg'inchilik yuz beryapti degan. Rafael Medovning aytishicha, 86 yil ilgari Gitler natsistlarining olimpik tanarkat musobaqasini o'tkazish muddaosi bilan Xitoy rejimining bugungi qishliq olimpik tanarkat musobaqasini o'tkazish muddaosi o'xshash ekan. 1936 yili natsistlar uchun aytganda olimpik tanarkat musobaqasi ularning Germaniyadagi yahudiylarga qaratgan dahshatlik bostirishini yoshirishning quroli ekan. Bugungi kunda Xitoy olimpikni o'zini xalqaro jamiyatga e'tirof qilg'izish fursati deb qaraydi ekan va xalqaro jamiyatning diqqat nazarini o'zining begunoh millatlarga qaratgan ziyonkashlik qilmishlaridan yiroqlashtirishni o'ylaydi ekan. Cumhuriyetçiler Partisi Kengash palata a'zosi Rick Scott dushanba kuni muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazib, Uyg'ur faoliyatchilarini Xitoy rejimining Sharqi Turkistonda sodir qilgan vahshiyligini oshkorlashga va olimpik musobaqasining Xitoyda o'tkazilishiga qarshi turishga taklif qilgan. Uyg'ur kishilik huquq qurilish tashkilotidan Mustafa Aqsu Xitoyning millionlagan Sharqi Turkiston xalqini qonuniy tartibsiz qo'lga olganligini, kam deganda 800 ming Uyg'ur o'smirining oilasidan majburiy ayrilib, yotoqliq maktablarga o'rinlashtirilganligini, ularning ko'pinchisining oila a'zolarini qayta ko'rolmasligi mumkinligini bildirgan va Xitoy mening oilamdagi kishilarni qattiq nazorat qilyapti, parakandichilik selyapti. Mening saboqdoshlarim, o'qituvchilarim va qo'lim qo'shnlarimning hech qaysisi yo'q. Hatto ularning ba'zilari hayotmi emasmi bilmayman degan. Ma'lum bo'lishicha, 2005-yili BDT umumiy majlisi qaror ma'qullab, har yili 27 yanvarni qirg'inchilik ziyonkashligiga uchrag'uvchilarni xotirlash kuni qilib bekitgan. Bu vaqtdagi qarorda bu kunni xotirlashdagi maqsad kelgusida qayerda yuz berishidan qat'iy nazar irqiy qirg'inchilikning oldini olish, shaxslar yoki diniy guruhlarga qaratilgan sig'dirmaslik, qudratqo'liq qilish, parakandichilik selish yoki zo'ravonlik qilish qilmishlarini qat'iy ayblash kerak deb bekitilgan. Tarım o'ymonligida zo'r miqdorda neft tabiiy gaz zapisi bayqaldi. Xitoy Sharqi Turkistonning tabiiy boyligini bulang-talang qilishni kuchaytirayotgan bir paytda tarım o'ymonligida yana yangidan 100 million tonna darajalik neft gaz rayoni bayqaldi. Xitoy xalq to'rining 26 yanvardagi xabarida bildirilishicha, Xitoy neft ximiya sanoati guruhi shirkati tarım o'ymonligida 100 million tonna darajalik neft gaz rayoni yangidan bayqalganligini, mazkur tabiiy boylik zapisining 88 million tonna uyugan neft, 290 milliard kub metr tabiiy gaz ekanligini e'lon qilgan. Yaqinqi mezgillarda Xitoy neft ximiya sanoati guruhi shirkati Sharqi Turkistonning tabiiy boyligini bulang-talang qilishni kuchaytirish uchun rayondagi neft tabiiy gaz chorlash ichish salmoqini zo'r kuch bilan oshirgan. Bu qatimqi yangidan bayqalgan zo'r miqdordagi neft tabiiy gazning Xitoyning energiya bilan ta'minlash iqtidorini o'stirish, energiya bexatarligiga kapolatlik qilishda muhim rol o'ynaydiganligi ilgari surilgan. Xitoy navbatda Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyati, boshqa kishilik huquq dafsandichiligi va shundaqli ko'plagan davlatlar bilan munosabatining yiriklashishi sababli xalqaro jamiyatda qattiq besim va embargoga duch kelgan. Bu sababli Xitoyning chet eldan energiya import qilishi to'sqinlikqa uchrab, energiya sohasidagi ehtiyojini Sharqi Turkistonning tabiiy boyligini texmi zo'r darajada bulang-talang qilish orqali qamdashga qarab yuzlangan. Xitoy suyuqlantirilgan gaz import qilish jihatda dunyo bo'yicha Yaponiyadan qolsa-da 2-o'rinda turadi ekan. Xitoyning rasmiy sonliq ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, 2020-yili Xitoyning tabiiy gaz import miqdori 101 million 661 ming tonnaga yetib, tunji qatim 100 million tonnadan oshgan. Shundaqla 2019-yildagiga solishtirganda import nisbati 5.3% oshgan bo'lib, umumiy import miqdori 231 milliard 490 million yuanga yetgan. Xitoy 24 davlatdan suyuqlantirilgan gaz import qildigan bo'lib, buning ichida Avstraliya suyuqlantirilgan gaz import qildigan eng cho'ng manbasi ekan. Avstraliyaning tabiiy gaz yillik eksportining 46% Xitoyga yetkazildi ekan.
Qatarmı Xitayning suyuqlantirilgan gaz importining ikkinchi cho'ng manbasi bo'lib, Xitoyga qilgan eksport miqdori 8 million tonnadan oshdi ekan. Malayziya va Indoneziyaning Xitoyga qilgan eksporti ayrim holda 6 million va 5 million tonnadan oshdi ekan. Qirg'izistondagi Uyg'urlar Xitoyparast Uyg'urlar haqida bayonot e'lon qildi. Oldingi kunlarda bir qism Uyg'urlarning Qirg'izistonda Xitoyning turli tashviqotlari uchun sodiqlik bilan xizmat qilganligi Istiqlol televiziyasida xabar qilingandan keyin Qirg'izistondagi bir turkum tashkilot mas'ullari va jamoat arboblari bu haqda o'rtaq bayonot e'lon qildi. Oldingi hafta Qirg'izistonda Xitoylar va bir qism Xitoyparast Uyg'urlarning Xitoy chog'ini va olimpikni kutib olish faoliyati o'tkazganligi haqida sin va suratlar tarqalib, muhojiratdagi Sharq Turkiston xalqining qattiq g'azabini qo'zg'agan edi va bu haqda Istiqlol televiziyamizda maxsus xabar e'lon qilingan edi. Qirg'iziston Uyg'urlari 27-yanvar bu haqda bayonot e'lon qilib, mazkur Xitoyparast Uyg'urlarga bo'lgan kuchlik noroziligini ifodaladi va Xitoyning vahshiyona zulmlari chekdan oshgan bugünkidek bir paytda mazkur Xitoyparast Uyg'urlarning qilmishlarining har qanday vijdon egasi bo'lgan Uyg'urning g'azabini qo'zg'aydiganligi bildirildi. Bayonotda yana munolar ta'kidlandi. Muhojiratdagi Uyg'ur qarindoshlarimizning Qirg'iziston Uyg'urlarga qarata salbiy tushunchada bo'lib qolmasligi uchun tovandikilarni askartib qo'yishni loyiq ko'rdik. Bu sirliq faoliyatga qatnashgan bir bo'lik Uyg'urlarning tarkibida Qirg'izistonning turg'un Uyg'urlaridan birimi yo'q va bo'lishimi mumkin emas. Ular faqat Bishkek shahridagi Madina, Dordur, Junxay bozorlarida vatandan chiqib tijorat qilayotgan bir turkum Uyg'urlardir. Bayonot yana Qirg'iziston Uyg'urlarining Sharq Turkistonning tezroq ozodlikka erishib, xalqning zulmdan qutulishiga tilakdosh ekanligi, shundaqla bu safda kurash qilayotgan barliq qarindoshlari bilan bir safda ekanligi qayd qilindi. Mazkur bayonotga Qirg'izistonda aktiv faoliyat qilayotgan Uyg'ur tashkilotlarining rahbarlari va bir turkum jamoat arboblaridan bo'lib, Qirg'iziston Uyg'urlarining 20 ga yaqin vakili imzo qo'ygan. Imzo qo'yganlar tuvandikicha: Birinchi Asqar Qosimi Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining raisi. Ikkinchi Muzaffarxon Qurbon Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining oqsoqollar kengashining raisi, jurnalist, shoir. Uchinchi Akbarjon Bovudin Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining muavin raisi, falsafa fanlarining nomzodi. To'rtinchi Sidiqjon Yusuf Xodijev Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining generalni Yigitbeshi, sport komitetining raisi, Grek-Rim kurashi bo'yicha Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan trener. 5. Tursunay Qosimi Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining ayollar kengashining raisi. 6. Ro'zi Muhammad Abdulbaqi Dunyo Uyg'ur qurultiyining Qirg'izistondagi vakili. 7. Zumrat Ro'ziyeva ittifoq gazetining bosh muharriri. 8. Abdurahim Hafizi siyosatshunos fanlari magistri. 9. G'ayrat Jahonov Novo Pokrovka yesining Yigitbeshi. 10. Erkin Velemov Lebedonovka yesining Yigitbeshi. 11. Xalmurod Qamirdinov Ata Ogombaeva mahallasining Yigitbeshi. 12. Dilshod Aliyev Vostok 5. mahallasining Yigitbeshi. 13. İlyar Zaripov Tövenki Tökültaş mahallasining Yigitbeshi. 14. Sirajiddin Karimov Bilovidiskoy yesining Yigitbeshi. 15. Shavkat Ashirov Ko'kyar yesining Yigitbeshi. 16. Ahmadjon Israpilov Alato'o yesining Yigitbeshi. 17. Abduqayim Ro'zi Alato'o yesining Yigitbeshi. Xitoy hakkerlari Germaniya dori shirkatlarini nishonladi. Aqliy mulk o'g'irlash qilmishi sababli ayblashlarga va turli jazolarga uchragan Xitoy rejimining yana hakkerlar guruhisini ishga solib Germaniyaning dori shirkatlarini nishonlaganligi oshkorlandi. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, Germaniya asosiy qonunni qo'g'dash ishxonasi 26-yanvar uzundan buyon g'arb hukumat organlarini nishonlagan deb gumon qilingan Xitoy hakkerlar guruhining Germaniyaning dori, pan-texnika qatorliq sohalardagi shirkatlarini nishonlaganligini oshkorlagan. Asosiy qonunni qo'g'dash ishxonasining shirkat korxonalarga qarata e'lon qilgan uqtirishida aytilishicha, mazkur Xitoy hakkerlari savdo maxfiyatligi va aqliy mulk o'g'irlagandan boshqa xaridorlar va mulozimat ta'minlovchi shirkatlarning to'g'riga hujum qilishi mumkin ekan. Asosiy qonunni qo'g'dash organining 2019-yildagi asosiy qonunni qo'g'dash dokumentida ko'rsatilishicha, Xitoyning mazkur hakkerlar guruhi qisqartirilib APT-27 deb ataladigan bo'lib, ular chet el elchixonalari va muhim sohalarda nishonlab kelgan.
Bultur Amerika va uning ittifoqdoshlari Xitoyni dunyo xarakterlik josuslik harakati tashkillash bilan ayiblagan bo'lib, Xitoy doiralari bu ayblashlarni rad qilgan edi. NATO Rossiya texmo ilgirlasa ig'ir oqibatlarning kelib chiqadiganligini bildirdi. Shimoliy Atlantik okean ahdi tashkiloti bosh kotibi Stoltenberg Rossiya texmo ilgirlagan taqdirda ig'ir oqibatlarning kelib chiqadiganligini bildirdi. Stoltenberg bilan Amerika va Yevropa rahbarlari silliq yig'in orqali ko'rishgan bo'lib, ko'rishda Rossiyaning Ukrainaga qaratgan darajadan tashqari tajovuzchiligining ig'ir oqibatlarini keltirib chiqaradiganligi masalasida birdaklik hosil qilingan va diplomatik tirishchanliklarni davomlashtirishning zarurligi ta'kidlangan. Stoltenberg ko'rishishdan keyin e'lon qilgan bayonotida uchrashuv muvaffaqiyatli o'tdi. Rossiya texmo ilgirlasa ig'ir oqibatlar kelib chiqadi degan. Aqsaray tarafidan e'lon qilingan bayonotda barliq taraflarning barg'ansiri jiddiylashayotgan surkilishga qarata diplomatik hal qilish chorasi tepishni orzu qildiganligi eskartilgan. Germaniya bilan Fransiya tarafidan e'lon qilingan bayonotlardami ham diplomatik tirishchanliklar ham uchrashuv yig'inlarini davomlashtirishning zarurligi ta'kidlangan. Undan boshqa Amerikaning Ukrainada yuz berish ehtimoli bo'lgan to'qinishdan ilgari Shimoliy Atlantik okean ahdi tashkilotining sharqiy qanatiga zapas qismlar avatishni o'ylashayotganligi bildirilgan. CNN kanalining Amerika doiralarini manba ko'rsatgan aloqador xabarida Amerika bilan ittifoqdosh davlatlardan tashkil topgan bir guruhga ehtimolga nihoyatda yaqin bo'lgan Rossiyaning Ukrainaga turli hujum qilishidan ilgari Moskvaning davomlashayotgan tajovuzchiligi oldida Ukrainani qo'llaydiganligini namoyon qilish maqsadida Ruminiya, Bulgariya va Vengriya qatorliq Sharqiy Oq dengizdagi NATOga a'zo davlatlarga minglagan askardan tashkil topgan zapas qismlarni o'rinlashtirishni o'ylashyotidi deyilgan. Qozog'istondagi keng ko'lamli tozalash harakati oxirlashdi. Qozog'istonning Almuta shahri qatorliq barliq rayonlarda ijro qilingan tozalash harakati oxirlashdi. Turkiya ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, Qozog'istonning terrorlikqa qarshi qo'mondonlik shtabi tomonidan e'lon qilingan bayonotda Almuta va Jambil o'lkasida ijro qilingan terrorlikqa qarshi harakatlarning oxirlashishi bilan tang davlat miqyosidagi terrorlik tahdidlariga qarata qizil ranglik ogohlantirishning amaldan qoldirilganligi bildirilgan. Bayonotda mushu oyning 5-ida 225 kishining qazo qilishi bilan oxirlashgan qo'zg'olonlarni tashkillovchilar va qatnashuvchilarni aniqlash faoliyatlarining davomlashadiganligi qayd qilingan. Qozog'iston Ichki ishlar ministrligi bu vaqtdagi bayonotida harakat ijro qilish davomida 515 dona o'g'irlangan qurolning qo'lga tushirilganligini, 98 mahbusning qurol o'g'irlaganligi va 61 kishining qonunsiz qurol saqlaganligi uchun sotlanganligini bildirgan. Qozog'iston bosh taftish mahkamasi 2000 jinoiy ishlar delosining tekshirilayotganligini, bu delolardagi 898 jinoyat gumondorining tutib turilish muddatining davomlashadiganligini uqtirgan. Rossiya Qora dengizda harbiy manevr o'tkazmoqchi. Rossiya Ukraina vaziyati jiddiy paytda turayotganda Rossiyaning urush paraxodlari Qora dengizda harbiy manevr o'tkazmoqchi. Rossiya Davlat mudofaa ministrligining bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida Rus urush paraxodlarining Qora dengizda harbiy manevr o'tkazadiganligi eskartilib, 20 dan ortiq urush paraxodi harbiy manevr uchun Qora dengizdagi oldin belgilangan rayonlarga kirdi deyilgan. Rossiya Davlat mudofaa ministrligi e'lon qilgan bayonotda Rossiya dengiz armiyasining yanvar va fevral oylarida mas'uliyati doirasidagi rayonlarning hammasida zanjirsimon harbiy manevrlarni o'tkazadiganligi bildirilgan edi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. İnşallah atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shundaqla program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.